mamlakat tinch bo'lsa, mana shunday laylaklar in quradi. Laylaklar bala ochib yashaydi. Mana O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mana O'zbekistonimizda osmoni musaffo, yurtimiz tinch. Ana shuning uchun bizning yurtimizda ana shunday laylaklar ko'p. Mana bizlar laylaklarni qarang. Farzandlarni, balalarni ochgan laylaklar. Xayriyat laylak. Yurtimizga kun ko'z tegmasin, dunyomiz qolaversa O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonimiz hamisha ana shunday tinch bo'lsin. O'zbekistonimizda tinchligi uchun har bir inson o'zini qo'lidan kelgan hissasini qo'shish kerak. O'zbekistonimizda tinchligini saqlayotgan jonajon, sadoqatli inson Shavkat aka Mirziyoyevimiz, prezidentimiz sog' bo'lsin. Yuzlarga kirsin. Doim sog' bo'lsin.